Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. YouTube kanalimizga xudo xolisa obuna bo'lish esdan chiqmasin, ko'pchilik ko'rishyapti ekan. O'zi xudo xolisa yangi kanaldamiz. Qo'llab-quvvatlashni so'rab qolamiz. Bugungi narx-navolar chiqaramiz. Hozir to'y qatori chiqaramiz birinchi. Keyin buqalarni chiqarishga harakat qilamiz. Otlar, qoramol hammasi. 5 mingga berasizmi? Bering tavakkal. Nima deysiz? Qani savdosi bo'lyapti aka, qaysi birini? Ikkitasi? 5,5 o'zi rangalgan. Ikkita 5,5 kam bormi deyapsiz. Qo'ylar. Qo'ylar qanchadan ekan? Amaki, nech puldan? 7 million so'raymiz. Yosh katta qo'ylar. Ikkalasiga 7 million. Ikkita qo'y 7 million akalar. Ikkita qo'y 7 million. Bular yaxshimi? Akalar mana bozor mol rasa ko'p kirgan. Obuna bo'linglar, like bosinglar Anvar akamga ham. Xudoga shukr. Bu yerga nima savdo bo'lyapti bu yerda? Endi Qanchadan ekan qo'ylar? 46 million. 46 million. Nechtasi? 15 ta. 15 tasi 46 million savdosi bo'lyapti. Akalar mana 46 million savdosi bo'lyapti 15 ta qo'y. Yirik sifatli qo'ylar ekan mana. Qo'zilari bor ichida. Katta kichik aralash. Va bular kimdan ekan? Sarkalar, semizlari, udarlari. Qanchadan ekan aka? 5,5 dan. Savdo qilishdimi? Qanchadan qilyapti? 4 million 300 mingdan savdosi o'tdi. Akalar kattaligini qaranglar. Bormi yana? Nomeringizni ayting. Boshqa anavidan shunda bor. Hozir nomer yo'qmi uyda? Yo'q. Sotiladigan shu ekan. Ha. Sotiladigan shu ekan. Akalar nomer qo'ymaymiz deyishdi. Hech bile yo'q. Mendan nima siz? Kattaligini qaranglar, semizligini qaranglar, to'yga, marosimga zo'r. Charchamasdan hozir yo'q. Mana katta qo'chqorlar. Bu qo'chqorlar qanchadan deyapsiz aka? 12 milliondan akalar mana. Zotga, o'zi urug'likka-da, to'g'rimi? Urug'likka. Bormi yana? Nomeringizni aytib keting. 93lik. 080 9003. Akalar mana telefon qilinglar agar. Qo'chqorlar kattasi. Mana qo'zini. Like bosing deb Bo'ldi aka. Akamiz bugun qo'chqor olib chiqibdilar. O'zim olmasam bo'ldi. Qo'chqorlar bemalol. Siz uchatda. Qancha deyapsiz? 14 milliondan. Yana 50 ta bor. Nomeringizni ayting-da. 33lik. 484 0909. Bemalol chiqinglar aloqaga. Yaxshi mollar Liboydan topib beradi bu yoq. Hammasidan bor bu yoqda. Qo'y, sog'liq, to'g'rimi? Bular dehqonchilik debdilar. Katta yirik ekan qo'chqorlar. Kattasi-yu. Bu nech pul ekan aka? 16 million so'rayapti ekanlar. Borkami nima bu? Nima san deydi-yu, shundan. Nech pul so'radingiz? 16 million. Qancha qildi bozor? 12 million qilyapti ekan. $1000 ekan akalar. Nomeringizni aytib keting aka, sotilmasa 93lik 567 567 61 64. Bozor men ko'rishlarim mumkin akalar. Ishi ko'p odam. Bugun qaynagan bozor. Maksimal tezlashtirib olib ketaman. Savdo jarayonlari bormi? Hammasi. Qo'zlar chiqaringlar deganlaring. Nimani savdo qilyapsiz endi? Siz olmayapsiz, mol olinyapti faqat. Mashq qo'zi 3700 ming. 3700 qo'chqormi? Urg'ochi. Urg'ochi qo'zimiz 3700 bo'lyapti ekan akalar. Mana. Qo'ylarmi bular? Qo'ylar aka. Qanchadan?
Oldidan so'rayapman aka, mana bu qo'chqor. 6 milliondan so'ralayotgan qo'ylar. Buni 5,5 dan so'radi. Qo'chqor 5,5 million. Zo'r. Va o'rtirib Oldaydi, aldab ketaverma. Baraka ber. Baraka. Qaysi biri bo'ldi aka? 15 tasi necha pul bo'ldi? 5 million 350 ta. 15 ta qo'yimiz 5 million 5 million 300 mingdan akalar qo'ylar. 15 tasi. Nima deysizlar? Qimmatmi arzon? Zo'r oldi deb o'ylayman. Katta qo'ylar ekan. Bozor mol ko'p, qaysi birini so'rashni ham bilmaydi odam. Uloqlar qanchadan uloqlar? 13 dan. 1 million 300 mingdan. Ko'pmi yana? Yo'q, bor shu. Bori shumi? Nomerni qo'yamizmi demoqchi edim. Mana shu birat ekan, ana. Dehqon ekanmiz. Quyoshda ko'zini siqib qo'yapti. Hech pul bo'ldi barakasi. Ikkita qo'y 8,5 bo'pti akalar mana. So'rol. Xo'jagadan olibdilar. Ikkita qo'y 8,5. Mol tushyapti aka, mol tushyapti. Qo'zlar qancha debsiz, qo'zlarni? 4 milliondan so'rayapti degan qo'zlar mana. Mana echkilar. Nech puldan ekan bular? 2 milliondan ekan mana. Senga to'g'ri. Uloqlarichi? 13 ta yomon pul so'rayapti. 2 milliondan echkilar. Mana bu yerda qo'ralarda ham bor. Bular nech puldan ekan? 5,5 dan so'rayapmiz, kami bor. 5,5 kami bor ekan. Yoshi qanaqa bulardi? 3 tasi o'rta yosh, 2 tasi ishak. Ishak, erta yosh. Qanchadan qildi bozor? Jovlikka 49 dan qiladi. 4 million 900 mingdan qildi jovlikka. Bitta ishakda 52 dan qiladi. 52 dan. Yoshlari 52 dan ekan. Bozor xudo olisi ko'tarilib sekinlar. Mana ulgurji echkilar narxlari. Narxi nech puldan ekan bulardi? 3 milliondan ekan. Bozor qanchadan qilyapti? Sizlar tushmayapsizlar. Ikkitasini 4 million 100. Mana bu qora bilan oqni aytasiz shunday? Mana bu qora bilan oqni. 4 million 100. Odamlar mana ko'ribsiz. Savdosi bo'lyapti. Siz qanchadan deyapsiz? 2,5 ming so'rayapmiz. To'rtta sarka bor, echkilar bor. Echki, Semiz. sarkalar. 2,5 milliondan. 2,5 million. Yosh kattami qo'ylardi? Aralash aka. Qancha debsiz? 6 dan so'rayapti. 6 milliondan so'rayapti ekanlar. Sizniki qancha? Assalomu alaykum. 5,5 qo'shqormi? Qo'shqor 5,5 ekan. Echkilar yana. Echkilar qancha ekan? 1,5 ming so'rayapti. 1,5 million so'mdan ekan. Echkilar. 1,5 million so'mdan so'ralyapti. Mana qo'zilar. Qo'zilar nech puldan ekan? O'zlariga 3,5 milliondan ekan qo'zilar akalar mana 3,5 milliondan. Nomeringiz bor aytasizmi? Ayting. 33lik 597 4097. Telefon qilaveringlar. Bularda bo'ladi doim.
Mana qo'chqorlar savdosi. Qaysi biri bo'ldi aka? Nech pul? 5300 ga qo'chqorimiz baraka bo'ldi mana. O'rtadagisi. Kelib bemalol savdo qilib olaverasizlar. Agar mana bitta oxirgi qo'rani ko'ramiz, bozorda oxirida turgan. Narxini egasi chetda bo'lsa so'raymiz. Qo'y bozorda bugun yakunlaymiz bo'ldi mana. Qo'zi qo'chqor ekan hammasi. Sifat ekan. Sizdan bilan? Narxi nech puldan ekan? Narxi 5 milliondan kami bor ekan bular. Akalar mana 5 dan kami bor ekan. Bir qo'ra qo'y. Akalar, YouTube ga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa endi qoramolga o'tamiz ekan.